Assalomu alaykum. Ismim Muhiddin. Bootspace startapining asoschilaridan biri bo'laman. Bootspace Telegramda biznesni avtomatlashtirish uchun no-code ekotizimi. Hozirgi kunda O'zbekistonda ko'plab biznes egalari Telegramga tayanadi. Lekin quyidagi muammolar mavjud. Narxlarning yuqoriligi, bot ishlab chiqish uchun alohida dasturchi yollash ko'pchilik uchun qimmatga tushishi mumkin. Ko'p vaqt oladi. Ishlaydigan botni noldan yaratish haftalar, hatto oylar vaqt olishi mumkin. Yuqori risk, ishonchli dasturchi topish qiyin bo'lishi mumkin, support yo'qligi va boshqa ko'plab jiddiy muammolar mavjud. Bizning yechimlar. Bootspace Telegram uchun barchasi birda no-code platformasi. Bot yarating, sotib oling yoki buyurtma bering. Arzon narxlar bizda kafolatlangan. Bootspace'dan oylik obuna yoki tayyor shablon narxi dasturchi xizmatidan bir necha bor arzonroqqa tushadi. Oylardan daqiqalarga. Marketplace'dan tayyor bot shablon sotib olib, uni 5 daqiqa ichida ishga tushiring. No-code konstruktor desa, murakkab botni ham qisqa vaqt ichida yaratishingiz mumkin bo'ladi. Sun'iy intellekt. Biznes egasi sun'iy intellekt yordamida 5 daqiqa ichida o'z istalgan botni yaratib olishi mumkin. Bootspace quyidagi imkoniyatlarni taqdim qiladi. Konstruktor interfeysi, tezkor ishlab chiqish va sozlash uchun kuchli platforma. Foydalanuvchi uchun qulay muharrir beradi. Marketplace oldindan qurilgan bot shablonlarini sotib olish va sotish imkonini beradi. Moslashuvchanlik. Istalgan turdagi integratsiyalar, xususan Odoo, Amoseren, Bitrix Signator, Adines va mahalliy to'lov tizimlari bilan keng integratsiyalar. Bizning natijalarimiz. Loyiha ilk bor ommaga taqdim qilingandan 3 kun o'tib 126 nafar foydalanuvchi ro'yxatdan o'tdi va ulardan 5 nafari bizning pullik xizmatimizdan foydalandi. Bizning marketing strategiyamiz o'qitish va ekotizim tamoyiliga asoslangan. Biz shunchaki reklama qilmaymiz, balki tadbirkorlarga Telegram orqali biznesni avtomatlashtirishni o'rgatish orqali o'sishga erishamiz. Hozirda startapimiz organik marketing yo'lidan ketmoqda. Bunda biz YouTube va Telegramda bot yaratish bo'yicha turkumli darslar qilamiz. Undan tashqari marketplace'dagi har bir yangi bot bu yangi auditoriyani olib keladi bizga. Umumiy bozor hajmi 20 milliardni tashkil qiladi. Dunyoda Telegramning 900 milliondan ortiq faol foydalanuvchisi bor. Har yili global no-code bozori 20-25% ga o'sib, 2028-yilga kelib 50-60 milliardga yetishi kutilmoqda. Biz shundan 3 yil ichida 40 mingta foydalanuvchi yig'ib, $2,5 million bozorni egallamoqchimiz. Bizning raqobatchilardan quyidagi ustunliklarimiz mavjud. Yuqori darajadagi Telegramga ixtisoslashuv, mahalliy to'lov tizimlarining integratsiyasi, no-code builder borligi, tayyor botlar marketplace mavjudligi, freelance hub ekosistemasi mavjudligi va juda ham past arzon narxlar va o'zbek tilidagi qo'llab-quvvatlash mavjud. Bizda asosan 2 xil biznes modeli mavjud bo'lib, ulardan biri takrorlanuvchi daromad. Bunda marketplace'da sotilgan har bir shablondan 20% komissiya ushlab qolamiz. Bundan tashqari freelance platformamizdan har bir ko'rsatilgan xizmat uchun 15% dan xizmat haqqi olamiz. Bizning asosiy daromad manbayimiz subscription modeli bo'lib, unda asosiy 3 tarif mavjud: bepul, pro va start. Jamoada men Muhiddin Kabraliyev, co-founder, 5 yillik tajribaga ega dasturchi va bir nechta loyihalarda CTO sifatida jamoalarni boshqarganman. Azamov Samandar, software injener, 5 yillik tajribaga ega dasturchi. Pitchdek shundan iborat edi. Hammaga rahmat.